Assalomu alaykum, hurmatli san'atchilar. Bugun ariga keldik. Bugun shu kanaga qarshi dorilashni boshlaymiz. Endi bugun boshqacha dori ishlatamiz. O'tgan safar amitrat ishlatgan bo'lsak, endi bu safar murovinik ishlatamiz. Hop. 50 grammga bitta ampula. Havo salqin kuz vaqtlarida 40 gramm kerosinga bitta ampul ishlatardi. Endi hozir issiqroq hisobini olib 50 grammga tayyorlanyapti. Shu asal davri kelguncha, hali shirikiga yo'q, asal kelguncha kanaga yaxshi dorilab olish kerak. Asallar sog'lom bo'lsa keyin ishlaydi. Yaxshi. Bu yerda ham dorilab qo'yamiz. Keyin hali kelib turib, mana shu eski ona arilarni qafasga solganmiz. Yangi ulg'langan ona ari olib keldik. Shularni o'rniga almashtirib chiqamiz. Hozir mana kelib shu eski ona arilarni olib yangi ona ari olib kelganmiz, ulg'langan mana. Shularni almashtirib chiqyapmiz o'rniga. Eski ona arilarni joy turibga almashtirib qo'yapmiz. Shu eski letga yangi buni onani chiqarib tashlaymiz, eskini. Yangi onani shunga joylaymiz. Xuddi shu o'rniga qo'yib qo'yamiz. Turkin 5 kun bo'ldi buni joylab ketganmiz. Eski onarlarni g'umbak tortgan. G'umbaklarni bir qator terib tashlaymizda. Keyin yangi onani kletkaga mana shu joylab qo'yamiz, almashtirib. Yaxshi ishlaganlar qolaveradi, sal charchaganga o'xshaganlar almashtirilaveradi. Hozir bu yerda shu hammasini zotini, liniyalarni yozib kelingan. Almashtirayotgan yashikka yozib ketamiz. Hop, Karnika 5S, Bakfas bor. Karpat, Ruminiyani Karpati. Va Karnikani Kroys. Karnika Kroys liniyasi. Hammasi belgilangan. Yashikka ham yozib ketilyapti bu yerda. Endi buni ishlashini farqini bilamiz, shuning uchun
bosib ketilaveradi qator. Eski onar turgan idishga yangi onarni solib qo'ysa esa eski onarni yutib qo'ygan bo'ladi. Yangi onarni nega o'zimizda deb deb o'ylab qilyapmiz. Osonroq yo'li deb meni qabul qilganda gap. Ertaga bir juda olcha bekitishni qo'yib qo'yapti. Ertaga sal ochib qandini yeb olib ketadigan holatga qo'yib qo'yamiz. Nasıl tutturursun? Böyle yaptım. Ular şöyle rasvoltlardan çıkıyaptı yangi işarlar. Hop, mana shu bir xonali uylarga iloji boricha bakfas yoki karpat to'g'rilashgan onarni qo'yishga harakat qilyapmiz. Chunki bakfas albatta sal ser tuxumroq, ko'payishi tezroq. Obromin yani karpati ham shu ser tuxumroq. Mana shu 2 xonali, 3 xonalilarga iloji boricha karninka to'g'ri kelyapti. Mana hozir hamma onarlarni qo'yib almashtirib joylab bo'ldik. Ertaga bir tekshirib qo'yamiz ularni. Qabul qildimi yo'qmi ko'rish kerak baribir. Ertaga ko'ramiz endi ularni. Assalomu alaykum hurmatli salachilar. Bugun 7-iyun 2026-yil. Kecha kuni shu eski onarlardan almashib, uni yangi urug'langan onar qo'yib ketgandik. Eskini kletkani ichiga solib, o'rniga chiqarib turib, onarni chiqarib tashlab, yangini qo'ygandik. Endi buni ichida mana shu yangilarni qabul qilganlari onarni mana onari yangi 2026 Bakfas Mantiqo'lar liniyasi mana qabul qilgan. Buni mana shu bitta kuchli oilaga berilgan, bir xonalik qabul qilgan. Yaxshi qabul qilib ketganlari. Hop, qabul qilmaganlarini shu yumaloq setkaga qo'yyapmiz, kalpachokka. Endi bunda baribir hammasi har xil holatda. Qabul qilganini yaxshi olib ketyapti, qabul qilmagani shu yumaloq setkaga qo'yyapmiz.
shunaqa setkaga qo'yib qafasga solib ketyapmiz ularni. Bunisi yana shu breakfast. Mana bu ham qabul qilgani. Mana janor. Tinch yuribdi, xudo xolasa. Tuxum qo'yishni boshlaydi. Onlarla sal kichkayib qolgan, bir-ikki kun qafasda turganligi uchun. Xudo zo'r ko'chib qolsa ham misolga qaytadi. Bular ham yaxshi. Endi hozir hammasini o'sha kecha qo'ygan 80 ta qo'ygan bo'lsak, belgilab qabul qilganlarni sanab chiqdim. Hozir shunda 80 tadan 37 tasini yaxshi qabul qilib ketgan. Qolganini qabul qilmabdi. Qabul qilmaganlarni hammasini aytganimda setkaga, qafasga qo'yib chiqdik. Endi bunda ancha vaqt olyapti. Bir marta kletga qo'yib bir kun turdi, ertasiga qandi bor tomonini ochib qo'ydik. Bir kun 1,5 kun ichida yeb ochib ketdi. Shunda bu setda qabul qilgan, qolganini qabul qilmaganini yana o'sha setkaga, yumaloq setkaga qo'yib chiqildi. Endi bu holatda 3-4 kun turadi. Keyin kelib bunga o'sha sekin ko'rib holatiga bomba tortgan bo'lsa, bombalarni tozalab, sekin qafasdan yana chiqarib olamiz. Xudo xolasa qabul etar. Endi bunda ancha vaqt olyapti. Uni kletga qo'yib qabul qilish va kuchli oilalar ham 10 romka, 13 romkalar ham qabul qilayotgan. Qabul qilmaymansa 3 romka ham 1 romka ham qabul qilmay turaveradi. Bunda ehtiyot qafasda yaxshilab qo'yish kerak. Endi shunda qandaydir bir moslama qilib o'ylab topish kerakmi buni? Endi qandaydir bir moslama qilish kerak, osonroq onani qabul qildirgan. Buni bir yashik tayyorlatganda bir moslama qilish kerakmi? Endi sizga videolarni qo'yib boraman. YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar, videolarni kuzatib boringlar.